bizani ayollar xizmatkormi? Yugurib ishini qilayotgan yoki u nogironmi o'zi ishini qilmayotgan? Men вообще tushunmaymanki. Men Siriga aytdimki, yugurib ishini qilayotgan, nima desa aytganini qiling. Men o'zimning fikrim yo'q, nima desa o'zini даже hozir eslasam, svitchalarim o'chib yonadi. Yugurib ishini qilayotganim, hamma desa aytganini qilayotganim, men Siriga aytsam, keyin aytdiki, nima uchun meni aytganim qilayotganing nima desam deb. Уже даже tushunmadi ham nima uchun men buni qilishim kerakligini. Chunki bizga o'rganib qo'yganlar bu narsani. Ha, eringni aytganini qil, boshingni egib o'ta, hammasi ha de. Bu narsani normaga kiritilgan, lekin bu yerda u narsa norma emas, hammaning o'zining fikri bor. Hamma xohlaganda yashaydi. Men erim uchun, meni yaxshi ko'rishi uchun yugurib ishini qilishim kerak emas. Meni yaxshi ko'rishi uchun meni buyanishim shart emas, o'zimni bir nimalar qilishim shart emas. Meni qanday bo'lsam, shunayligimcha yaxshi ko'radi. Shu narsa norma bu yerga. Menga shu narsa mos kelgani uchun shu yerda yangi hayot boshlaganman. Boshqa millat vakili bilan turmush qurdim. Chunki men bilardimki, juda ham katta men uchun tavakkal, risk tavakkal o'zbek millatidagi odam bilan turmush qurish. Chunki agar o'zi yaxshi odam bo'lsa ham, qayerdagi qarindoshi keladi-yu, sizga aql o'rgatishni boshlaydi, eringizga aql o'rgatish boshlaydi yoki u yog'izni, bu yog'izni qiyshiq deydi, nimadir gap topadi yoki nima uchundir qo'rqib yurish kerak, men o'zim chiroyli bo'y qilishim kerak, bo'lmasa erim boshqa yo'llarga qochib ketadi, boshqa ayollarga qaraydi. Bu narsani o'zi turmush qurmaslikka sabab. Agar siz o'zingizga qaramasangiz, u boshqa narsa yo'qqa qarashi, siz kasal bo'lsangiz boshqa ayollarga qarashi, buni o'zi norm emas. Shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu mening shaxsiy fikrim. Agar sizning fikringiz boshqacha bo'lsa, iltimos kommentariylarda yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq sizlarning fikrlaringizni bilishi. Men o'qib hammalaringizga agar javob bermasam ham, men doim kommentariyalarni o'qiyman.